Opam har qancha o'tishga harakat qilmasin, qalbim taskin topmadi. Ko'zimga uyqu kelmadi. Tuni bilan boshim og'rib, uyni u yeridan bu yerga nima qilish kerakligini o'ylab chiqdim. Ammo negadir kallamga jo'yaliroq fikr kelmasdi. Go'yo aqlim ham menga qasdma-qasd yovuzlik tomoniga o'tib olganday. Aka, hibsxonada vaqtinchalik ko'rishishga ruxsat berishlari bilan o'zimni akamni bag'riga otdim-u, yig'lab yubordim. Men yaxshiman, yig'lama. Akam sochlarimni silab ovutgan bo'ldi. Tezda akamni quchog'idan chiqib, akamga qaradim. Ko'zlari qizarib shishgan, yuzi esa so'lg'in holatda. Qanday qilib bu holatdagi inson yaxshi bo'lishi mumkin? Men sizga ovqat olib keldim. Ertalab pishirgan narsalarimni ustini ochib, akamni yoniga qo'ydim. Keyin akamni qo'lidan ushlab o'tirg'izdim. Shart emasdi, ovora bo'libsan. Akam xasta ovozda shivirlagandek gapirdi. Axir hali to'la tuzalmagansan. Men yaxshiman aka, xavotir olmang. Keyin qoshiq bilan birga akam yoqtirgan qozon kabobni yoniga qo'ydim. Qornim to'q. Iltimos aka, men uchun. Akamni bukilayozgan qaddiga ma'yus qaradim. Akam ovqatlanishga tushdi. Men esa akamni go'yo so'nggi bora ko'rayotgandek kuzatardim. Ilk bor akamni bu ahvolda ko'rishim, qachonlardir bir gapirib yuz kuladigan, ba'zan jiddiy bo'lib, ba'zan esa hazilkash bo'lib, jig'imga tegadigan akamni o'zgarganini his qildim. Shu kungacha mag'rurligim belgisi sifatida yashirilib kelayotgan ko'z yoshlarim shashqator bo'lib oqa boshladi. Iltimos, yig'lama. Akam menga ma'yus qaradi. Uni ko'zlari ham qizardi. Yo'q, men akamni ko'z yoshini ko'rishga dosh bera olmayman. Bu kunimdan o'lganim yaxshi. Nimadir o'ylab topishim kerak. Ovqat yoqdimi? O'ylab topgan gapim shu bo'ldi. Yoqdi. Qo'ling juda ham shirin. O'zimchi qitmirlik qildim, ko'ngilga sig'masa ham. O'zing ham. Sizga sovg'am bor. Qanaqa? Bu yerdan chiqqaningizdan keyin ko'rasiz. Chiqmasamchi? Men bor ekanman. Qaysi yo'l bilan bo'lsa ham sizni bu yerdan olib chiqib ketaman. Jinnivoy. Ovqatingizni yeng. Jazo sifatida shirinlikni ham tugating. Xo'p, ko'zmunchog'im. Nima dedingiz? Tanish so'zdan joyimda qotib qoldim. Ko'zmunchog'im. Nega aynan ko'zmunchoq? Sen meni yomon narsalardan asrash uchun yaratilgandeksan. Aka, ko'nglim erib ketdi. Lekin birdan o'zimni tutdim. Ey, bu g'irromlik. Meni gapga solib, ovqatingizni tugatmayapsiz. Bular juda ko'p. Erkak kishi katta-katta ovqatlanish kerak. Ko'ngilga sig'masa ham kichik hazillar bilan o'zimizni ovutdik. Vaqt tugaganida esa xohlamaygina ajraldik. Oxirgi martagidek yana akamni bag'rimga bosdim. So'z beraman. Sizni albatta bu yerdan chiqarib olaman. Quloq ostiga shivirladim-u, bizni ayirishga kelgan militsiya xodimlariga ergashdim. Xayolimda esa javobi yo'q savollar. Qanday akamni qutqaraman? Qanday Diyoradan qutulaman? Haqiqatni yuzaga chiqarishim mumkinmi? Yo'q, bu savollarga javob yo'q. Yagona yo'l Diyorani oyoqlariga yiqilgancha shafqat so'rash. Agar akam uchun shunday qilish kerak bo'lsa, qilaman ham. Uzoq va zerikarli davom etgan tergovdan hafsalam pir bo'lib chiqdim-u, yana najotkor farishtamdek bo'lib qolgan opamni raqamini terdim. Opa, ish jigallashib ketdi. Ekspertlar Layloni suiqasddan 2 kun o'tib o'ldirilganini tasdiqlashyapti. Obbo, shu yetmay turuvdi. Bu yerda esa akamning ahvoli yomon. Biroz sukut va opamni jonga oro beruvchi ovozi. Senda Laylo bilan Diyorani suhbati bormi? Telefondami? Ha, bilmadim. Men senga ovoz yozib oladigan programma o'tkazib bergandim. Aynan shunaqa muammolar uchun.
Birdan yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Opa, siz dahosiz. Ovozni nusxa qilib menga jo'nat. Xo'p, hozir. Nima qilishni yaxshi bilasan? Albatta. Telefonni o'chirdim-u, ovoz yozib oluvchi programmadan eski yozib olingan ovozlarni qidirdim. Nihoyat topdim. Tezda bir nusxasini opamga har ehtimolga qarshi jo'natdim. Keyin esa o'ziga ishongan Diyorani raqamini terdim. Diyora xonim, eshitaman. Men Guliman. Qarshi bo'lmasangiz siz bilan bir piyola choy ustida gaplashsak. Meni vaqtim yo'q. Qisqa gudok. Yaxshi Diyora xonim, endi o'zing meni izlab qo'ng'iroq qilasan. Internetdan Laylo va Diyorani yozib olingan ovozini o'ziga jo'natdim. Keyin esa xotirjam militsiya xonaga yaqin bo'lgan qahvaxonada Diyorani qo'ng'irog'ini kuta boshladim. Kutganimdek 1 daqiqa o'tmasdan qo'ng'iroq qildi. Qayerdasan? Mana shu qahvaxonada. Qimirlamay tur. Hozir boraman. Kutaman. 15 daqiqalarda oq rangli qimmatbaho mashinada Diyora xonim qahvaxona qarshisida paydo bo'ldi. O'zgacha nazokat bilan ichkariga kirib keldi. Sen kim bilan o'ynashayotganingni bilmayapsan? Ohista shivirladi. Ichishga choy yoki qahva? Uni qo'rquvidan rohatlangan bo'ldim. Maqsadga o't. Menga Nozim akamni aybsizligini isbotlaydigan dalil kerak. Aha. Nimaga asoslanib dalillar menda bor deb o'ylayapsan? Diyora xonim, siz haqingizda men siz o'ylagandan ham ko'ra ko'proq bilaman. Menda hech qanaqa dalil yo'q. Unda na iloj. Turmush o'rtog'ingizga ovozli xabar jo'natamiz. Bilaman, bu turmush o'rtog'ingizni sizga bo'lgan muhabbatini so'ndirmaydi, lekin tergovga mas'ul xodimlarni qiziqtira oladi. Shu yerdan tirik chiqib keta olishingga ishonching komilmi? Diyora xonim, xavotirlanmang. Ovozli xabar allaqachon kerakli odamlarning qo'lida. Faqat jo'natish tugmachasi bosilsa bo'ldi. Layloni o'ldirgan odam uning sobiq oshiqlaridan. Ko'zlarini chirt yumdi-yu, xohlamaygina javob berdi. Kim? Ikrom deyishadi. U haqida menda to'liq ma'lumot yo'q. Bilganim faqat sobiq biznesmen ekani. Hozirda esa g'irt pianista. Layloni o'ldirish unga nega kerak bo'ldi? Buni uni topganingda o'zidan so'raysan. Menga biror jo'yaliroq dalil kerak. Layloni oxirgi qo'ng'irog'i Ikromga bo'lgan. Keyin agar kanalni yaxshilab qidirishsa, Ikromga tegishli xanjar ham topilishi ehtimoldan xoli emas. Yaxshi, unda birgalikda militsiyaga boramiz. Aqldan ozganmisan? Agar Ruslan akam sizni Nozim akamni ozodlikka chiqarishida xizmatingiz borligini bilsa, sizni uni oldidagi hurmatingiz hozirgidan-da yuksakroq bo'ladi. Sen menga tahdid qila olmaysan. Sizda hozir 2 yo'l bor. Biri men bilan birga militsiya xonaga borib, Nozim akamni aybsizligini isbotlash, ikkinchisi uyga qaytib Ruslan akamga Laylo bilan tuzgan rejalaringiz haqida tushuntirish. Diyora istamaygina o'rnidan turdi. Menga ergashdi. Ayni damda tuzgan yagona aqlli rejam akamni Diyora yordamida ozod qilish yoki qo'limdagi dalil bilan Diyorani sotish. Bu Diyoraga ayon. Buni yaxshi bilaman. Shu bois ham shubhasiz u akamni jon jahdi bilan chiqarishga harakat qiladi. Buni sen qanday uddalading? Dasturxon boshida akam hayrat bilan mendan so'radi. Buni yolg'iz bajarganim yo'q. Ishtahasi yo'qdek sanchqi bilan o'ynab o'tirgan Diyoraga ishora qildim. Bularni bari Diyora xonimni aqlli zakovati tufayli. Ruslan akam faxrlangandek Diyorani yuzdan o'pib qo'ydi. Demak, aqlli va zukko ayollarimiz uchun. Ruslan akam qadahni ko'tardi. Go'zal va aqlli ayollarimiz uchun. Nozim akam menga o'zgacha nigoh bilan qarab qo'yib, qadah ko'tardi. Qoidaga binoan nomiga bo'lsa ham men ular bilan ichgan bo'ldim.
Maqsadim sari yana bir qadamni tashladim. Nozim akamni ozod qildim. Diyorani og'zini yopdim. O'zim istagandek Ruslan akamga yaqin bo'lib oldim. Endi faqat rejalarimizni amalga oshirish qoldi xolos. Menimcha bu muammolardan hamma yetarlicha charchadi. Demakki, har birimizni dam olishga haqqimiz bor. Qanaqa dam olish? Men sizlarni dam olgani Samarqandga taklif qilmoqchiman. Yaxshi fikr. Demak, hamma rozimi? Mendan boshqa hamma tasdiqladi. Sizchi, Guli? Diyora menga o'ljasiga hamla qilmoqchi bo'lgan mushukdek qaradi. Men uchun noqulay sizlarni davrangizda yurish. Buni ustiga men oddiy bir u boradi. Nozim akam gapimni bo'lib, mendan oldin javob qaytardi. Unda dushanba kun yo'lga chiqamiz. Diyora mamnun jilmaydi. Bu jilmayishni ortida nimalar borligini bilmasam ham, Diyorani menga qarshi yangi o'yin rejasini tuzganini fahmladim. Ha, opa, xavotir olmang. Men yaxshi yetib keldim. Xavotirda qo'ng'iroq qilgan opamni ko'nglini xotirjam qilgan bo'ldim. Anavi ilon bilan bir uydasan. Qanday xavotir olmasligim mumkin? Akalarimni yonida u menga hech narsa qila olmaydi. Qolaversa, menda unga qarshi dalil bor. Shu uchun ham aqlliroq bo'ladi. Baribir o'zingga ehtiyot bo'l. Xo'p, opa. Siz ham o'zingizni asrang. Xo'p. Nozim akamni narsalarini joylab bo'lay, yana qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, mayli. Telefonni o'chirdim u akamni narsalarini javonga joylay boshladim. Samarqandga kelib tushganimizga 1 soat bo'ldi. Kelganimizdanoq 2 akam qayergadir chiqib ketdi. Diyora bugun ishga kelgan vaqtinchalik xizmatkorga nimalarnidir buyuryapti. Men esa o'z vazifamga binoan Nozim akamni xonasini saranjomlayapman. Samarqanddan olingan shaharning markazidagi bu uy Diyoraga tegishli ekan. Akamni aytishi bo'yicha Ruslan akam Diyorani tug'ilgan kuniga mana shu uyni sovg'a qilgan ekan. Samarqand Diyorani yoshligi o'tgan shahar hisoblangani uchun bu yerga tez-tez kelib turishar, bolalar uyiga esa xayriya tadbirlari uyushtirishar ekan. Bu nimaga? Menga tegishli bo'lgan jamadonni xizmatkor ayol Nozim akamni xonasiga olib kelganiga hayron qoldim. Diyora xonim buyurdi. Diyora xonimni siqdi miyasi aynib qolmabdimi? Yo bu hayhotdek uyda menga xona topilmayotganmikan? Men bilmadim. Xizmatkor o'z boshlig'i haqidagi haqoratdan g'alati bo'ldi. Yo'q. Meni issiq urgani yo'q. Xonaga mayin ovozda nazokat bilan Diyora kirib keldi-yu, qo'l qovushtirib turgan xizmatkorga xoli qoldirishni buyurdi. Yana qanaqa tomosha uyushtirmoqchisan? Xizmatkor olib kirgan chamadonga ishora qildim. Senga yordam bermoqchiman. Sena? Nozimni ortidan shuncha yugurganingga qaraganda unga befarq emassan. Ishonchim komilki, Nozim ham seni jon-jon deb qabul qiladi. Sen meni o'zingga o'xshatyapsanmi? Qanday hadding sig'di men haqimda bunaqa o'ylagani? Seningcha biz bir-birimizga o'xshamaymizmi? Sen hozir amalga oshirayotgan rejalaringni ssenariysini men sendan avvalroq tuzib, amalga oshirib bo'lganman. Yo'q. Men senga o'xshamayman. Sen o'z maqsadi yo'lida or-nomusini ham ayamaydigan bir fohishasan. Men esa sendaqalardan or qilaman. Ichimdagilarni aytib yengil tortgandek bo'ldim. O'zingga judayam bino qo'yib yubormadingmi? O'zini xotirjam tutishga harakat qilsa ham, gaplarim jahlini chiqargani qoshini uchirayotganidan bilindi. O'ziga bino qo'yish arzon ayollarning ishi. Men esa boya aytganimdek senga o'xshamayman va oddiyligimdan uyalmayman. Ko'ramiz qachongacha asl basharangni yashirarkansan. Meni asl yuzim shu. Senga o'xshab niqobda yurmayman. U birdan bilagimdan siltab tortdi-yu, devorgacha itarib bo'ynimdan bo'g'di.
Layloni orqasidan ketmoqchimisan? Tishini tishiga bosib gapirdi. Nihoyat o'zligini ko'rsatgan g'azabiga qarab mamnun jilmaydim. U esa bo'ynimdan qattiqroq bo'g'di. Uzun tirnoqlari terimga kirganini his qildim. Maqsading nima? Jahldan bu safar ovozi yo'g'onroq chiqdi. Seningcha-chi? Nafasim qisilayotgan bo'lsa ham jilmayishga urindim. Nozimmi? Meni mimikalarimni o'rganayotgandek qaradi. Yuz ifodamdan hech narsa topolmadi shekilli ikkinchi savolni qaltirabroq berdi. Ruslanmi? Uni qo'rquvidan kuch olgandek bo'lib jilmaydim. Keyin qorniga yaxshilab tepdim-u, o'zini devorga tirab bo'ynidan bo'g'dim. Aslo Diyora xonim. Aslo men bilan bunaqa munosabatda bo'la ko'rma. Yo'qsa o'zingga yomon bo'ladi. Qizara boshlagan Diyorani qo'yib yuborishim bilan yo'talib qoldi. Men esa xonadan chiqib boshqa bir bo'sh xonaga joylashdim. Biron narsa xohlaysizmi? Xonasida noutbukda nimalarnidir yozayotgan akamdan so'radim. Yo'q. Ruxsatingiz bilan unda ketmoqchi bo'ldim, lekin akam to'xtatdi. Guli, sen bu yerda dam olgani kelgansan. Sen hech narsa qilishga majbur emassan. Lekin aka, menga noqulay. Sen tufayli men o'limdan, qamoqdan qutulib qoldim. Rostini aytsam, senga xizmatkordek munosabatda bo'lish o'zi menga noqulay. Yo'q aka, o'rnimda boshqa birov bo'lganda ham men ko'p ayollarni bilaman. Taniyman ham, lekin ularni hech biri senga o'xshamaydi. Seni kechki ovqatga taklif qilmoqchiman. Kechki ovqat? Ha. Diyora xonim ham boradimi? Menimcha ularni boshqa rejalari bor. Tushunarli. Demak, Diyora endi Ruslan akamni mendan uzoq tutishga harakat qiladi. 1 soatda tayyor bo'l. Xo'p. Tilimni uchida javob bergan bo'lsam ham, xayolimda nimaga rozilik berganim kelmadi. Diyora va uni keyingi rejalari haqida o'yladim. Xonadan chiqib ketdim. O'zim uchun o'zim tanlagan xonaga kirdim-u, qulflanib olib, opamni raqamini terdim. Diyora haqidagi ma'lumotni Samarqanddan izlash kerakga o'xshaydi. Meni Samarqandda hech kimim yo'q. Bilaman opa, lekin Samarqanddan surishtirib bera oladigan kimnidir topishimiz kerak. Sen Diyora tarbiyalangan bolalar uyini surishtir. Bu yog'i biron gap bo'lar. Xo'p opa, senga yaxshi yangiligim bor. Qanday? Sen portlashdan keyin tushgan kasalxonang esingdami? Ha, esimda. Pochchang o'sha yerdagi doktorni ko'ribdi. Seni so'rabdi. Aytishicha, sen bilan birga kasalxonaga olib kelingan erkak seni bir necha bor surishtirib kelgan ekan. Pochcham nima debdi? O'lgan. To'g'ri aytibdi. Men senga aytmoqchi bo'lgan yangiligim bu emas. Balki sen bilan birga portlashda bo'lgan odamni kimligini topganimda. Kim ekan? Maqsud ismli odam. 2 marta mayda o'g'rilik bilan qamalib chiqqan ekan. Manziligacha topdim. Qanday topdingiz buncha ma'lumotni? Qo'shnimni qizi Muhayyoni taniysanmi? Ha. Ko'z oldimga opamga yordam bergani tez-tez chiqib turadigan qiz keldi. Maqsudni qizi o'sha bilan o'qir ekan. O'tgan kun uylarga kelgan ekan. Uyimizga chiqdi. Men sendan xabar olgani borganimda ko'rgan ekan. Tanib qoldi. Ajoyib. Meni o'lgan deb aytdingizmi? Ha. Otasining qiziga munosabati qanday ekan? Yaxshi. Onasi og'ir xastalikdan vafot etgan ekan. Qiz esa otasi bilan qolgan ekan. Aytishicha, qizini o'qitish uchun otasi kun-tun ishlarkan. O'rgildim. Unga nisbatan nafratim oshib ketdi. Ko'z oldimga meni o'g'irlagandagi munosabati keldi. Yuzsiz. O'zini ham qizi bor ekan, insofsiz. Sen qaytgungacha boshqa narsalarni so'rab bilib olaman. Yo'q, shartmas opa. Uni otasi xavfli odam. Sizga men tufayli nimadir bo'lishdan qo'rqaman. Qo'rqma, men o'zimga ehtiyot bo'laman. Yo'q opa.
Shuncha surishtirganingiz yetadi. Qolganini qaytganimdan keyin o'zim hal qilaman. Xo'p, sen nima desang shu. Shu onda eshik taqilladi. Bo'pti opa, gaplashamiz. Eshik taqillayapti. Opamni javobini kutmasdan telefonni o'chirib, eshikni ochdim. Qarshimda Diyora. Senga yana nima kerak? Meni Nozim jo'natdi. Eshitishimcha, kechki ovqatga borarkansizlar? Xo'sh, seni kechki tayyorlashimni so'radi. Ruslan akam qayerda? Ish bilan ketgan. Unga qarab ayyorona jilmaydim-u, xonaga tezda majburlab olib kirib, ustidan qulflab chiqib ketdim. Och eshikni. Bu nima qilganing? Baqiraversin. Baribir hech kim eshitmaydi. Meni xonam uyning eng chekka qismida joylashgan. Men esa hozir hech bo'lmasa u haqida kichkina ma'lumot kerak. Uni xonasiga kirdim-u, javonlarni tekshira boshladim. Javondan tortib yotoqni tagigacha. Afsuski, hech qanday ma'lumot topolmadim. Faqat kodlangan kompyuterdan tashqari. Notebookni suratga tushirib oldim. Eshik yonidan qadam tovushlari eshitildi. Shu ondayoq javonni eshigini ochib, Diyorani liboslaridan birini oldim. Sen? Ruslan akam hayrat bilan menga qaradi. Ortidan jahldan qizarib ketgan Diyora yugurib kirib keldi. Diyora xonim, siz aytgan libos shumi? Qo'limdagini bo'zarib ketgan Diyoraga ko'rsatdim. Sizga tanish ko'rinmayaptimi? Yetim va himoyaga muhtoj qiz. Ham chiroyli, ham aqlli. Sizga sadoqatli va mehribondek. Bu xislatlar sizga kimnidir eslatmayaptimi? Diyora xonim, qanday haddiy sig'di meni Noilaga o'xshatishga? Noila? Senga Noila haqida kim aytdi? Menimcha, men aytganim yo'q. Nozim, siz aytdingizmi? Men kechirib bo'lmas xatoga yo'l qo'ygandim. Shu bois ortiq gapira olmadim. Nozim, men sizni hurmat qilaman. Ortiq aldanishingizni xohlamayman. O'zingizga ehtiyot bo'ling. Menga endi nima qila olasan deganday jilmayib qaradi. So'ng boshini mag'rur ko'tardi-yu, xonadan chiqib ketdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Kanalimiz rivoji uchun sahifamizga hoziroq obuna bo'ling. Hamda kommentariyada qadab qo'yilgan link orqali o'tib, Telegram sahifamizga o'tib oling.